Bandit, sen nima qilmoqchisan? Sen nima istaysan? Faqat merga tegma va bizga ham otma. Nima qilmoqchisan? Desang kapot, men nima istashimni barchalaring, hamma pullaring va barcha narsalaringni qaytarib berasizlar. Aks holda men merni otib o'ldiraman. Qo'y, bu ishni qilma. Iltimos, sen faqat bu ishni qilma. Agar bu ishni qiladigan bo'lsang, juda ham yomon bo'ladi. Aks holda juda ham yomon bo'ladi kapot. Orqaga Qo'y, mayli, sen aytganingdek qilamiz. Faqat iltimos, merga tegma, tushundingmi? Iltimos, merga ota ko'r. to'g'ri aytyapti. Menga hech nima qilma. Men hech narsa qilganim yo'q. Nega? Bir narsa o'ylalar, nimadir qilishimiz kerak. Jonim merni qutqarib qolishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Nimadir o'ylab topishimiz kerak. Harakat qilaylik. Bu tomni hozir tugatadigan bo'lsam, bu chirigan tomni bo'ldi. Va nihoyatki men maza qilib dam olaman. Bu juda ham zo'r ular, lekin tushunmadim. Qishloqda hech kim ko'rmaydimi? Nima, hamma qayergadir bazm qilyaptimi? Ana, orqa tarafda kimdir bazm qilayotganga o'xshaydi. Mayli, hozir borib ko'ramiz va biz ham qo'shilamiz. Nima qilibdi? Ish qochib ketmaydi. Asta bo'ladigan ish. O'zi anchasini tugatib qo'ydim. 180% qilib qo'ydim desam ham bo'ladi. Xo'sh, qara, stop, tushunmadim. Nima bo'lyapti? Nima? Janob merni o'q bilan tutdi, qo'ral bilan tutib bandit va kompotga ham og'izdan mindirib turibdimi? Yo'q, bunaqa gap ketmaydi. Men ularni hayotini asrab qolishim kerak. Lekin jin ursa nima qilishim mumkin? O'yla qishloqqa jin ursa, bu qanaqadir g'alati-da. Mayli, stop. Menda mana bu kolodis bor. Nima bu orqali men hozir bandit kallasiga tashlayman. O'shidan ketadi. Hozir mana shunday. Faqat nima bo'lsa ham janob merga tegma. Iltimos, bombani ham portlatma. Senga aytgan narsalaringni beramiz. Faqat iltimos bandit, hech nima qila ko'rma. Tushunyapsanmi? Biror narsa qiladigan bo'lsang, stop. Tushunmadim. Nima? Qishloqda sarxim bo'lgan. Qishloqqa? Kapot. Sen juda ham zo'r ish qilding. Ajoyib, tusha qol pastga, qishloqqa tusha qol. Mana yerga sen juda ham zo'r bo'ldi. To'g'risini aytsam, bandit kallasiga tushdi. To'g'rimi janob mer? Qishloqqa senga kattakon rahmat. Sen mening hayotimdan asrab qolding. To'g'ri aytasan, bizning hayotimizda asrab qolding. Aks holda bandit hammani o'ldirib tashlashi mumkin edi. Nima qilibdi? Shunchaki sizlarga yordam berdim. Men shunchaki tomda edim, ish qilayotgandim. To'g'ri aytadi. Mening tomimni so'zlayotgan edi. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Qishloqqa seni taqdirlaymiz. Seni taqdirlashimiz kerak. Qishloqlarning gapi to'g'ri. Qishloqqa seni taqdirlamasak bo'lmaydi. To'g'rimi janob mer? Axir sen janob merdi va bizning qishlog'imizni asrab qolding. Bu shunchaki oddiygina yordam desak ham bo'ladi. Sen ham shu ishni qilar eding. Keyin sen boshqacha qilding. To'g'rimi janob mer? Taqdirlaymizmi buni? Hamma o'z uchun nimadir sovg'a olib chiqsin. Biz qishloqni bugun taqdirlaymiz. Juda ham zo'r bo'ldi, juda ham ajoyib qishloqqa. Seni tez orada 10 daqiqa ichida, balkim yarim soat daqiqa ichida kelasan va seni hammamiz taqdirlaymiz. Bu juda ham zo'r bo'ladi, juda ham ajoyib bo'ladi. Hamma mening uyim yonida bo'ladi va seni taqdirlaymiz qishloqqa. Sen juda ham zo'r ish qilding. Qishlog'imizda bizni janob merni asrab qolding. To'g'rimi janob mer? To'g'risini aytsam, sen mening hayotimda asrab qolding qishloqqa. Senga kattakon rahmat. Sendan juda ham umidvor qarzdorman desam ham bo'ladi. Senga kattakon rahmat. To'g'ri aytyapti. Bizning ham hayotimizda asrab qolding. Bu juda ham ajoyib. Mayli, keyinroq kelaman men hozir. Hammaga salom sizlar bilan ekan. Do'stlarim, ko'ryapsizlarmi? Qishloqqa bizning hayotimizda janob merning hayotini asrab qoldi. Men hech o'ylamagan edim bunaqa ish bo'ladi deb. Men shuning uchun hozirroq tayyorgarlik ko'rishim kerak. Bayram shu yerda bo'ladi. Men nima bo'lsa ham nimadir o'ylab topishim kerak do'stlar. Bironta g'oya bera olasizmi? G'oya berish uchun nima qilish kerak? Albatta kanalga obuna va videoga like bosishni unutmaysiz. O'shanda menga juda ham ulkan g'oyalar kelib boshlaydi. Shuncha albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmaysiz. Men nima sovg'a qilishim mumkin? Axir mening sandig'imda hech nima yo'q. Menda olma va zumrad va kirka bor. Yana nima qilishim mumkin? O'ylash kerak, juda ham o'ylash kerak. Stop, menda oltin bor. Bir dona oltin orqali nima qilishim mumkin? Stop, men hozir skladdan borib biror narsalar olib kelishga harakat qilishim kerak. Qani unda ketdik. Men skladga bormasam bo'lmaydi. Stop, tushunmadim. Eshak bu yerda nima qilyapti? Bizning qishlog'imiz yonida nima qilayotgan bo'lishi mumkin, Eshak do'stlar. Mayli, eshakligim bu yerda nima qilyapti Rostam? Hozir mayli. Stop, sandiqda hech nimalar yo'q. Nima? Sandiqda nimaga hamma narsa yo'q? Nima uchun? Aynan buguna la'nati. Do'stlar, men bilmadim, to'g'risini aytsam nima qilishni ham. Chunki deganda sandiqda bu manaqa sariq rang, bunga o'xshash. Stop. To'xtanglar. Menda zo'r g'oya bor. Ajdorxa kallasi va obsidian. Bu degani menda juda ajoyib g'oya bor. Men bularning barchasini olishim kerak. Men hozir qaytaman do'stlar. To'g'risini aytsam, menda juda ham ajoyib g'oya bor. Qanaqa g'oya deysizlarmi?
Hozir ko'rasizlar. Agarda obuna bo'lsangiz, ertachi ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana buni bu yerga joylashtirib qo'yamiz va bularni ham albatta to'g'irlaymiz. Birinchi navbatda men bu ishni qilishim kerak. Mana bu yerga buni va olmos bunaqa piksel o'zimga kirkiya solishim kerak va mana bunaqa bizga ajoyib narsa. Bu medal. Medal tayyor, ajoyib do'stlar. Birinchi sovg'amiz tayyor. Endi biz eng asosiy ulkan sovg'aga o'tamiz. U qanaqa deysizlarmi? Hozir ko'rasizlar. Men unga ancha vaqt sarflashim mumkin, lekin sizlar uchun bir zumda bo'ladi. Agarda hoziroq kanalga obuna va videoga like bosadigan bo'lsangiz. Xo'sh, qana mana buni olamiz, to'g'irlaymiz. Qana yaxshi, ajoyib. Nihoyat do'stlar, men buni uddaladim va Ajdorxo o'zini portalida turibdi. Mana shunday bo'ladi-ku, Ender portalga borganingizda hamma buni ko'rgan bo'lishi mumkin. Agarda siz ko'rmagan bo'lsangiz, demak siz Minecrafter emassiz. Minecrafterlar buni bilishadi. Minecrafterlar albatta kanalga obuna bo'lishadi. Xo'sh, men to'g'risini aytsam, mening asosiy sovg'amni tayyorladim. Juda ham ajoyib. Shuning uchun sizlar obuna bo'lganlaringiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Xo'sh, unda kelinglar. Birinchi navbatda biz nima qilamiz? Buni olamiz hozir va buni olib ketamiz. Men o'ylashim bo'yicha marosim tez orada boshlanadi, sovg'a berish marosimi. Ya'ni biz uni taqdirlaymiz. Menimcha qishloqlar hamma yig'ilib, ajoyib, hamma qishloqlar yig'ilibdi. Xo'sh, janob ber, qalaysiz? Ajoyib, faqat sening qo'shning salgina kech qolyapti. Axir jasorat ko'rsatdi, shuning uchun salgina kech qolishi mumkin. To'g'rimi qishloq? Aytasan Kompot, balki men birinchi navbatda sovg'a qilaman. Ana o'zi keldi. Qishloqqa, va nihoyat keling. Biz seni kutib turgan edik. Uzr, salgina ishim chiqib qolgan edi. Hech qisi yo'q. Mana bu yerga chiqsi, seni biz bugun taqdirlaymiz. Janob mer to'g'ri aytayapti. Qishloqqa chiqqaning bo'lsang yaxshi. To'g'rimi qishloqlar? Ajoyib yaxshi. Sen shu yerda tur. Hamma o'zini birinchidan navbatda sovg'alarni berib boshlaydi. To'g'rimi janob mer? Bu juda ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Hozir hamma taqdirlaydi. Men shu yerda turib turaman. Qari qishloqqa sen birinchi navbatda sen. Nima desam, to'g'risini aytsam, qishloqqa sen bizning hayotimizda asrab qolding va janob merni ham. Shuning uchun senga umid qilamanki, bu gullar sen chiroyli bo'lib yurishing uchun va uyingda juda ham ko'rkam qilib turadi. Mana bu gullar senga. Rahmat qishloqqa. Rahmat. Qisi yo'q sen uchun oddiygina kichkina sovg'a bo'lishi kerak, lekin men uchun katta sovg'a. Rahmat senga qishloqqa bizning hayotimizda asrab qolding. Juda ham zo'r, ajoyib. Va nihoyat Endi esa mening navbatim. Xo'sh, nima desam ekan, qishloq janob mer, endi men chiqsam bo'ladimi? Xo'sh, qishloqqa, sen bizning hayotimizda asrab qolding, meni, qishloqlarda va janob merning. Shu sababli senga mana bu sovg'a chin ko'ngildan bermoqchiman. Ya'ni bu medal. To'g'risini aytsam, to'g'ri kichkinadir, ammo lekin qo'ldan kelguncha bo'ladi. Sen bizning hayotimizda asrab qolding. Mana bu birinchi navbatda Ender portal. Buni bilasan degan umiddaman. Bu juda ham ajoyib, to'g'rimi? ajoyib Kompot, senga katta rahmat bunaqa sovg'alar uchun. Lekin bunga ancha vaqtim ketdi va senga yana bitta sovg'am bor. Bu sening uchun bonus va bu nima desam ekan? Bu Ender portal ajoyib edi. Mana bu senga medal. Ola qol qishloqqa, sen bizning hayotimizda asrab qolganing uchun mana o'zim taqib qo'yaman. Mana bo'ldi, ajoyib. Yo'q, Kompot, kerak emas edi. Rahmat senga. Endi boshqalar ham tabriklasa bo'ladi, bemalol qo'ldan kelguncha. Umid qilamanki, yoqqan bo'lsa senga yaxshi bo'ldi qishloqqa. Xo'sh, qishloqqa, endi sen tabriklaymisan, qani o't. Xo'sh, men tabriklayman. Yaxshi bo'lar edi. Qishloqqa nima desam ekan? Senga men o'zim bizning hayotimizda yashagan uchun senga politsiya rolini bermoqchiman. Chunki deganda sen haqiqatan politsiyachilarga o'xshading va o'z jonini tavakkalchilik bilan birdaniga bizning hayotimizda asrab qoling. Shu sababli senga politsiya formalarini topshiraman. Mana buni ola qol, kiya qol. Umid qilamanki, bu senga loyiq. Chunki deganda qishloq stilda qilingan. Qani kiyib ko'r. Juda ham zo'r bo'lishi mumkin. To'g'ri aytadi, hamma to'g'ri aytayapti. Ajoyib qishloqqa senga mos turdi va juda ham ko'rkam, ajoyib. Qishloqqa seni tabriklayman. Sen bizning qahramonisan va bizning qishloq birinchi qishloq politsiyasisan. Bunchalik juda ham zo'r bo'ldi, to'g'risini aytsam, qishloqqa sen bu ishni zo'r qilding. Ajoyib. Hammaga katta rahmat.
Xo'p, to'g'ri qishloqqa. Sen bizning hayotimizda sizlarga hamma qarsak chaladi. Urey! Ajoyib, juda ham zo'r bo'ldi. Qishloqlar 15 daqiqa bertinglar, men barcha narsalarni olib kelaman. Bugun biza bayram qilamiz. Bu juda ham ajoyib bo'ladi. To'g'rimi qishloq? Ha, to'g'ri, juda ham zo'r bo'ldi. Ajoyib, hammaga kattakon rahmat. Ajoyib. Men hozir 5 daqiqada kelaman, kutib turinglar. Do'stlar. Shuncha sizlar hoziroq kanalga obuna va videoga like bosishni unutmanglar. Chunki deganda qishloqqa bugun bizning hayotimizda sirib qoldi va biz buni rosim qildik va qishloqni tabrikladik. Bu juda ham ajoyib bo'ldi. Menga to'g'risi aytsam yoqdi. Sizlarga yoqmadi. Shuni ham albatta izohlarda yozib qo'yinglar. Va shuncha albatta kanalga obuna va videoga like bosishni unutmanglar. Keyingi videolar ko'rishguncha sizlar bilan men Kompot bo'ldim. Xayr.